Assalomu alaykum aka, sizni 1-2 minut vaqtingizni olsam bo'ladimi? Videoga olishsam, mayli, bemalol. Kelajak avlodga motivatsiya bo'lish uchun muvaffaqiyatga erishgan insonlardan intervyu olamiz. 1-2 ta savol bersam maylimi? Mayli, bemalol. Bunday muvaffaqiyatga erishishingizga nima sabab bo'lgan? Dadam. Bolaligimdan ta'limimga befarq emas edilar. Esimda xususiy maktabda o'qitardilar, o'zlari olib borib, o'zlari olib kelardilar. Eng katta sabab otam deb bilaman. Bizni kuzatib turgan kelajak avlodga tavsiyalar bera olasizmi? Albatta, tavsiyani zo'ri bor aka. Yuring men bilan. Mana aka, sizga bermoqchi bo'lgan tavsiyam, hamma narsa fundamentdan boshlanadi. Bolani yoshligidan yaxshi ushlash kerak. Bu viloyat hokimiyatining yonida joylashgan Richbos maktabi. Ichkarini bir ko'rsatib chiqaman, yuring. Bu Richbos maktabi 1000 dan ortiq o'quvchilarga ta'lim berib kelyapti. Mana bu sinfxonalarimiz aka. Bu yerda 1-sinfdan 11-sinfgacha bo'lgan o'quvchilar rus va o'zbek tillarida bemalol ta'lim olishlari mumkin. Bu yerda yana maktabgacha tayyorlov guruhlari ham mavjud. 3-4-sinf o'quvchilari Prezident maktabi, Al-Xorazmiy kabi ixtisoslashgan maktablarga tayyorlov kurslari ham mavjud. Sharoitlarga kelsak 3 mahal issiq ovqat. Tuman yoki boshqa viloyatdan kelgan o'quvchilar uchun yotoqxonalar ham mavjud. Yangiliklarga kelsak aka, 2026-27 o'quv yillariga qabullar boshlandi va yuqori 9, 10, 11-sinflar uchun tibbiyot sinflari ham tashkillashtirildi. O'ylaymanki tavsiya foydali bo'ldi aka. Kelajagiga befarq bo'lmagan har bir ota-ona farzandini Richbosda o'qitish shart.